eng ommabop modellarni ko'rsatamiz akalar. Mana. E'tibor berib turinglar, oxirida bitta model ko'rsataman. O'zingizlar solishtirib olasizlar. Volt X akalar mana. Qaranglar. Buning narxi $480. Volt X. Xo'p, bu T10. Mana, ko'rsanglar bo'ladi. Bitta egari bor, orqada qo'shimcha sizinasi ham bor. Narxi $450. X9. Buni ham narxi $450 akalar. Sonic Pro buni narxi $400. Xo'p, bitta model ko'rsataman. Long. Mana bekorga nomi ham long emas. Qaranglar. Juda ham uzun. Mana 3 ta odam o'tirib ketsa ham bo'ladi mana bu yerga. Sizinasi ham juda ham uzun, sondig'i ham ancha katta. Buni ham narxi $450 akalar. Mana. Buni qo'shimcha yoritish uchun tumanlari ham bor. Qaranglar. Juda ham uzun skuter. Tormozlari juda ham mana baramanskiy tormoz. To'xtashga juda ham oson. Mana balonlarining rasmlari. Xullas tormozlari hammasi yetkazib bo'ladi. Masofadan boshlash uchun pult, telefon postavka. Qaranglar, juda ham uzun skuter. Xo'p. Ushbu skuterlarimizni naqd pulga ham uzun marketdan 3 oydan 12 oygacha muddatga bo'lib to'lashga ham osonlar bo'ladi akalar. Hammasidan bor uzun marketdan. Mabodo yo'q bo'lsa telefon qilasizlar, qo'ydirib beramiz. Bemalol xarid qilib olib ketsanglar bo'ladi. Xudo xolasa do'konlarimizga ham kelsanglar, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Bundan tashqari zapchaslari ham bor. Nomer olaman desanglar, shot akasini ham qilib beramiz. Yangi kelgan skuterlar uchun dokumentdan xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Sondoqlari ham juda ham katta akalar. Dastavkada yursanglar ham bo'ladi. Uyga olib qo'ysanglar ham bo'ladi, do'konga, nonga chiqib turgani. Xullas, bemalol kela olasizlar. Barchalarni do'konlarimizda kutib qolamiz.